Telefon ber to'lamang. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun 2-iyun. Reys Sankt-Peterburg aeroport Pulkoda. Kirish qanday aeroportda Tokiyguncha. Juda ham ko'p aka, juda ham ko'p. Akalar, bir narsa aytib o'tamiz. Sankt-Peterburgda bugun 2-iyun, уже 3-iyundan 7-iyungacha Sankt-Peterburgda forum boshlanadi, prezidentlar keladi, mehmonlar, boshqa davlatlar mana bu aeroport Pulkova. Aeroportda kirishda akalar, kirib kelishda Ukal zapravkadan beri yog'i уже post qo'yilgan, har bir odamni proverka qilyapti. Bu akamiz komfort taksi zakaz qilib, akalar komfort taksi zakaz qilib kelingizlar. Vaziyat aeroport Pulkoda mana bu 3-iyundan to 7-iyungacha strogo bo'ladi. Tashqi akalar dokumentlar bo'lsa ehtiyot bo'lasizlar. Biz aeroport Pulkoda bugun Toshkentga, siz qayerga uchasiz? Samarqand. Bizga ishonsa bo'ladimi? Ishonchli. Yo'tkazib keldik. Kirgizib qo'ydilaringiz. Mana akamiz shurda aeroport Pulkoda turibdi. Hozir mana shurda Qanot shahar bilan sentrum boshlanadi. Bugun 2-iyun.